Amafos o'zi ammoniy fosfat degani. U o'simlikka fosfor va azot beradi, ildizni kuchaytiradi. Amafos o'zi ammoniy fosfat degani, ko'pincha monoammoniy fosfat, ya'ni MAP yoki diammoniy fosfat, ya'ni DAP nomi bilan tanilgan fosforli o'g'it bo'ladi. U o'simliklarga fosfor, P bilan azot N elementlarini beradi. Buni quyida sal batafsilroq gaplashamiz. Tarkibi. Amafosning tarkibi odatda qanaqa bo'ladi? Fosfor P2O5 46-52% gacha. Azot 10-12% atrofida. Foydasi. Ildiz sistemasini rivojlantiradi, ya'ni yosh o'simliklarda baquvvat ildiz chiqishiga yordamchi bo'ladi. Gullashni va meva berishni oshiradi, chunki fosfor o'simlikning energiya almashuvida ATPda qatnashadi. Hosildagi sifatni yaxshilaydi. Masalan, don, sabzavot yoki mevalarni tezroq shakar olishini, tezroq pishishini ta'minlaydi. Tuproqning pH muvozanatini ushlab turadi. Bu nisbatan neytral muhitda zo'r ishlaydi. Qo'llash usullari. Ekin ekishdan oldin asosiy o'g'it sifatida tuproqqa aralashtirib yuboriladi. Ekin paytida qatorga solinadi. Urug'ning yoniga yoki ostiga 3-5 sm chuqurlikka tushiriladi. Suvda yaxshi eriganligi uchun tomchilatib sug'orishda ham bemalol ishlatsa bo'ladi. Kimyoviy shakllari qanaqa bo'ladi? MAP monoammoniy fosfat, azot 12%, fosfor P2O5 esa 52%. DAP diammoniy fosfat, azot 18%, fosfor P2O5 esa 46%. Tashqi ko'rinishi. Odatda oq rangda yoki kulrang donachalar shaklida bo'ladi. Suvda to'liq erib ketadi. Shuning uchun tomchilatib sug'orish sistemalariga juda ham tushadi. Afzalliklari. Samaradorligi juda yuqori, kichkina miqdori ham katta natija beradi. O'simlikka oson singadi. O'simliklarni kasalliklarga chidamli qilib qo'yadi. Har xil tuproq turlarida, qumloqmi, loymi, sho'rmi, farqi yo'q, hamma joyda yaxshi natija beradi.